Hürmetli görürmenler, bugünkü dersimizde köp yiyiş, tuzluk yiyiş ve keçilep yiyiş hakkında toxtalып ötemiz. Bu dersimiz köp tamak yiyiş dersiniki davamı ve beytilmesi bulup, teminin muhimligi jihatda qayta ta'kidlashimiz ve hayatımızı süpetlendirişimiz jihatda kerakli hizmet hesaplandı. Şunun için biz ötkenki dersimizde köp yiyiş hakkında toxtalып ötken bolsakmı, bunu teximi kengaytish, cho'nqurlashtirish kerakligini, zaruriyatini his qilib, biz bu yerda köp yeyishdan sirt tuzluq yeyish ve kechilab tomoq yeyishni tanqid qilamiz. Köp yeyish oldingi qatimda aytib o'tganimizdek nurg'un ziyonlarni olib keladigan ve kelajagimizni qaraytadigan cho'ng bedellik ve ijtimoiy jinoyat. Köp yeyish orqali bir qatimda yüz minglagan hücrelerimizninki buruqturum bo'lishi ve ölüşünü keltirib chiqarganligimiz uchun bizningki süptimiz odam bo'lmay qoldi. Köp yeyish orqali jigarni qiynaganligimiz, yurakka azob keltirganligimiz, oshqozon va uchayni kecha kunduz sekund minutlab ishqa zo'rlaganligimiz uchun qanimizda axlat ko'paytib, oksigen azaytib, karbonni yuqorilatib, qonni axlatga aylantirganligimiz uchun bizning o'zimiz yeterlik derecede qatil, hain ve zalim halatiga kelib bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun köp yeyishni tanqid qilishimiz qandaqdir kishining haqqiga hujum qilganlik bo'lmasdan, kishilarning haqqini qo'g'dashdan iborat. Köp yeganlar asosan oldingi ve burungi ve navbatdagi nasihatlarni anglamaydi. Kitap okumaydı ve deyilgen nasihatlarni tüven, qalaq, oddiy deb tushunadi ve yoki köp yeganlikni sharaf, buyuklik, cho'nglik, ustunlik his qilganligi uchun az tomoq yeguvchilarni masxara qiladi. Ular ustida qalaymaqqan baholarni berdi. Hatta jiq yeyolganligini, samirganligini sharaf his qilib, boshqalarni o'ziga hasad qilyapti deb tushunadi. Shuning bilan birga qilingan nasihatlarga vaqtida amal qilmay, ko'p qatim ogohlantirishlarni anglabmı nölge hesap qilib, ağır og'rigan, xatar yo'liqqan vaqtida anandan keyin o'ziga nasihat qilganlarni tanqidlashga o'tadi. Nemişki vaqtida bana eskertmedin, nemişki meni vaqtida davolamedin, meni bir yaxshiroq ko'rib qo'ymeding deb doktorlarga istem ve qiydaydi. Vaqtida amal qilmagan ishlarini unutib qilib, bu vaqtida kishilarning o'zini ogohlantirmaganligini, eskertmaganligini ko'tarib chiqib, yenilam boshqalarni gunohkor, mas'uliyat ve ziyonniki to'lamchisi qilib ko'rsatishga tirishadi. Shuning uchun köp tomoq yeydigan 3 vaqt davomliq ig'ir, quyuq miqdori jiq tomoq yeydiganligi kishini aqlsiz, nodon, zolim, takabbur ve ko'ngli bek oq deb aytishga bo'lmaydi. Chunki o'ziga qilingan zulm millatga ve dunyoga qilingan cho'ng
qiyinchilik, azob deb tushunsak bo'ladi. Biz bu jihatda o'tgangi darsimizda tafsiliy to'xtalib o'tdik. Shuningdimi ko'p yeyishniki birlik inson xatosi bo'lib qolmasdan xalqning millatniki çöküşü ve tamamen yer şarıdan yok oluşuğa həss qoşuduğan köpçülükni ve keləcəkni qaraytıdığan bir cinayi hərəkət deb tunusaq oşuqçılıq bulmaydı. Bir qıtımda 400-500 gram tamak ve 2 litre 3 litre su bir günlük hayatımızı veya ki biyolojik mevcutlığımızı saklap kılışqa yetidi. Elbette 1 kilodan 1 kilo 500 gramgachilik bo'lgan tamak bizniki hem ihtiyacımız, hem psikologiyamiz, hem insanlar arasındaki münasebetini bir taraf kılışta yeterlik miktarı hesaplandı. 1 kilodan 1,5 kilogachilik ağırlıktaki bir günlük tamak miktarı bizge yetip ve aşıdı. 1,5 kilodan eşip tamak yegenninki özü bara hukukuga, bedeniga, puluga ve qandaqdır şu günlükteki abroyuga bek işinip ketivatqanlığı bara aqldan yiroqlashib kibrga yaqinlashayotganligini ko'rsatdi. Bir günlük tamak miktarı 3 kilodan işip ketkenler asasen insanlık bilen hoşluş aldıda. Cehalet, karanguluk ve nadallık bilen nikalınış aldıp turgan zabun, xar, capakeş ve tamamen akıldan yirak bir canlıkka misal kılsak buludu. Umumen köp yeyish insonga xatar, kasallik ve şerefsizlik olib keladi. Bu yemek miqdori jihatdagi yomon odat ve millat ustiga kelgan xatarlik bu yuqum albatta millatninki aqlliqlari, bilimlikleri ve tefekkür ilgilerini çöçütüşü lazım. Şundakla bilim ilgileri, akıl ilgileri ve tefekkür sahipleri özde eğer şu yaman illet olsa derhal tüzdüşke özünü süpetnin sepige koşuşqa, yaxşı taraftan ülgü oluşqa tavsiye qiliman. Endi tuzluq yeyish meselesi elbette hammamizga diqqatni ve samimiyatni hamda o'lchamni eslatadi. Tuzniki tabiatda quruq qisiq ve onu tamakka qo'shib ishlatganda ho'l issiqqa moyil bo'lib, pishmagan balg'amni tozalash, bo'g'imlardagi o'shiq cho'llikni tozalash, ta'm kirgizish, moddalarning parchalanishini ilgari surish, moddalarni eritish ve tuz tarkibidagi boshqa minerallar sababli bedenimizdagi kamlikning ehtiyojini to'ldirish jihatlarida haqiqatan kerakli bo'lsa-mu, bir kunlik tuz miqdori toplam 10 gramdan oshib ketgan vaqtida qonda kristallashish, quyuqlashish ve ciğer ve yürekке qiyinchilik olib kelish darajasiga berib qoladi. Kunda 20 gram, 30 gramdan yuqori tuz ishiltib o'rganguchilar qon besimi, şeker, o't ve börekte taşıp qilish, qini quyilib, samirib, qo'sig' chiqib, yug'una putqili ishib, xo'rak tortib, besh og'rib, ko'z qizirib, yuragi chalang'ib, nurg'un ig'ir jafolarni o'ziga
hamroh qilib, o'zinimi, oilasini qiynashga boshlaydi. Ammo bilmaydiki, buni o'zi keltirib chiqargan. Ammo buni rad qiladi va davomli davolanish yo'liga kirib qoladi. Bir qism jiq yegan, tuzliq yegan kishilar asosan davolanishni kesib holatiga kelib olgan deyishga bo'ladi. Demak, ko'p davolangan kishilarning tez saqayishi natayin, ko'p davolangan kishilarning boy, aqlliq bo'lishi va yoki boy bo'la olishiga ishonish mumkin emas. Tuzniki miqdori ishib ketgan vaqtida asosan qon tomirlardagi to'salg'u, tiqilma, gavdalik ifodalanadi. Shuning uchun normal va tuzsizroq tamoq yeyish, jismoniy emgak qilgan vaqtida ko'p tayyorlashga to'g'ri kelganda va yoz kunlari tuz miqdorini muvofiq ko'paytsak bo'ladi. İmkan bor tuzniki tosh tuzni tavsiya qilaman. Uningdan esa tuzga yod qo'shilgan va tangshalgan, neytrallashtirilgan yaxshi sifatli tuz ishlatishmi bu yerda muhim. Endi yana bir muhim nuqta kechilab tamoq yeyishniki naqadar zolim, qorong'u va nachar bir qiliq ekanligini aytib o'tmoqchi. Zolimona bir harakat ekanligini aytib o'tmoqchi. Uyg'ur tibobatida kechda va kechida yeyilgan tomoq sovuq keladi degan ko'z qarash bor. Chunki kun o'ltirgandan keyin butun dunyoniki, koinotdagi va badandagi moddalar cho'kishga, o'ltirishga boshlaydi. Bu vaqtda badanda bir qonda va butun badanda bir cho'kish, moddalar yuqoridan tuvanga o'ltirish, to'planish bosqichiga, shundoq qon aylanishniki surat ostlash holatiga kirgan vaqtida biz suyuqsalang, yengil, oz tomoq yeb badanning mushu holatini texmo rahatlantirish kerak ekan. Biz buning ta'sirisiga ko'p tomoq yegan vaqtimizda yoki kechilab tomoq yegan vaqtimizda biz qancha o'zimizni issiq tomoq yedik, issiqlik qildik, badanimizga quvvat bo'ladigan narsalarni yeb oldik deyli. Amaliyotda bu tomoqlarniki keyingi natijasi sovuqlikdan iborat. Nima uchun kechasi keshligi soat 8:30dan keyin tomoq yeb odatlanganlarning nima uchun revmatizmi ko'p bo'ladi, nima uchun miya qon tomir tiqilish ko'p ko'riladi, palashlik ko'p ko'riladi, ko'rish kuchi nima uchun tuvallab, ko'rish parda, ko'zda parda qoplaydi, nima uchun qusuq soladi, kiloliq ishib ketadi, kilosi bo'lib ketadi, nima uchun shakar o'rlab, qon besimi o'rlab, yuragi tiqilib, put-qo'llari ishib, jinsiy iqtidor tuvallab, badani kelangsizlashib, hayoti zolim, zulm ichida, qorong'ulik jafo ichida va bizningki gapimiz bo'yicha jahannamga va do'zaxga yo'l oladi degan vaqtimizda kechda, kechida tomoq yesak, buning hazm qilishi kunduzdagi hazm qilishdan osti bo'ladi. Badanda hazm qilinmagan moddalarning to'plashib qilish miqdori kunduznikidan ko'p bo'ldi. Natijada jigar qiyinlashib, yurak qisilib, oshqozon uchayning vazifasi tugamay, orom ololmay badanda hazm bulanmagan yoki to'liq hazm bo'lmagan moddalar to'plashib qilish orqali hujayralargacha buruqtirma va tiqilma ichida hayot zaharlanib, ojizlashib, qiyinchilik ichida tanotqichilik neyilgan miqdorda, hajmda hujayralarda o'lish, buzilish yuz berdi. Shuning uchun kechasi tomoq yeganlar asosan ojizlashib mangdi, sovuq ishib mangdi, jinsiy iqtidor tuvallaydi, aqliy qobiliyati pastga qarab yumilaydi. Shuningga tibobat
qandaqdır qadimqi feodal keynidi qalğan bilim ve tecrübeden yoksun bir ilim bulmasdan belki hazır ve kelgüsügümü yol bergüçü bir mayak veya rehber hesaplandı. Akşamı veya keçisi tamak yiyerlerge şunu agalandırımız. Sizning bu hareketiniz nöbette yüz minglığan, milyonlığan hücrelerini öldürüştür. Sizning bu hareketiniz ameliyatda sizning ismingizdeki yüz minglığan, milyonlığan hücrelerge katlam emri bergininiz hesaplandı. Sizning bu qilganingiz sizniki tezroq kasal bo'lib, og'ir kasal bo'lib, oilangizga yuk bo'lish, jamiyatga so'rin ko'rinish, millatga ig'irchilik silishningki tayyorligi yoki asosini solgan bo'lasiz. Bu qilganingiz mas'uliyatdan, aqldan, insofdan yiroqlashib ketganligingiz va kibrga, qo'pollikqa, zolimlikqa ve nachar kelajakka yol ochganingiz hesaplandı. Keçilab tamak yegüçiler asasen ballarını xarlıqqa, qulluqqa, japa mushaqqatga yüzlendirgüçilerdir. Köp yegüçiler ve keçilere ziyafet bilen gününe her güne yemek üstellerde resimge düşüş, video tartış bilen cemiyetke özünü bayqıp göstergüçiler hemmisi asasen özünadan ve balları okuşsuz, xar, japakeş buluş ihtimallığı yüksek bir toplum yoki olmasa cemiyetten ibaret. Bir millette okumağlar cık buluş yetmegендek cık yegüçiler ve keçilep tamak yegüçiler veya ki tamak yiyişine milletten en çoğun milli medeniyeti dep göstergüçiler o kadar zalim, o kadar düşman, o kadar intikamçı ve o kadar katil ki milletinin köp kısmını iqtisoddan, medeniyetten, bilimden ve kelajakdan ayırıp etiş için ne kadar tirishqan, ne kadar meblag ajratqan, ne kadar özünü beg'ishlagan hesaplandı. Şunun için köp yeyishni, tuzluq yeyishni, keçilab tamak yeyishni, özemning puli, özemning bedeni, nima yesam yemamdim deb qalaymaqan gap qilishqa, jo'ylishga ve özünü, ailesini, milletini qiyinchilikqa ve zulümga apırıp tapşırıp verişini bugünden başlap to'xtatish lazım. Biz yuqorida köp yeyishning, bak tuzluq yeyishning, keçilab ziyofat o'ynashniki o'ziga ve millatga keltirilgan ziyonlarini tafsili so'zlab o'tdik. Buni qanchaki sharhlasak, har kuni ta'kidlasak azliq yoki ko'plik qilmaydi. Bizniki maqsadimiz kasalning ko'payishi yoki bemorlarning bizga ko'proq kelishini o'ylash emas. Xalqniki o'zini idora qilish, o'ziga o'zi xo'ja bo'lish kuchini oshirish, o'ziniki badanini tushunish, millatni tushunish va kelajakni to'g'ri faraz qilish iqtidorini oshirish, haddini bilish, haddiga asosan gap qilish, haddiga qarab, ahvoli qarab ish olib berish va kelajak uchun ziyodasi bilan tayyorlik qilishni odatlantirish bizniki asos maqsadimizdan iborat. Biz bugungi darsimizni mushagicha davom qildik. Anglag'uchilarning o'zida mavjud bo'lgan kamchiliklar bo'lsa tuzatishini, o'zida bo'lmasa boshqalarda bo'lgan ahvolda ularga nasihat qilishni, o'ziga bir vazif qilishini, tunigan tunimag'anlar bo'lsin, o'zining mana shundoq bir majburiyatini ado qilishda tortinmasligini, hammamiz o'rtaq holda kamchiliklarningki o'zimizdan shakllangan qismini, ya'ni ko'p qismini
hal qilish, tuzish, 3 til bilish, 2 kasb o'rganishga aqlimizni asosan shu yerga xarjlashimiz. Tomoq yeyish, marosim o'tkazish, ziyofat o'tkazish, ma'raka va boshqa kayf safolarda bo'lishniki va buningga ketgan vaqtimizniki naqadar ziyonga hisoblanadiganligini tunib yetib, ko'proq vaqtimizni qo'saqdan kallaga, ko'proq vaqt aqlimizni qo'saqdan beshimizga yutkishimiz, butun diqqatimizni kuchli bo'lishga, hurmatli ko'rinishga va muhtoj bo'lmaslik tarafga qarta ishlatishimiz lozim. Bugungi dersimiz müşagiç bo'ldi. Xayr xo'sh.